Assalomu alaykum Instagram ahli, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Jigarlar, avvalambor layklar uchun, podpiskalar uchun hammalaringizga kattakon rahmat. Jigarlar, ko'pchilikda xabari bor, xabari yo'q. Biz YouTube kanallarimizda loyihalar qilganmiz, ya'ni qiynalgan oilalarga, uysiz oilalarga, muhtojlarga xalqimiz bilan birgalikda uylar qurib berganmiz. Xudo xolasa yana yangi proyekt, ya'ni yangi loyiha boshlamoqchimiz. Agarda sizda qiynalgan tanishingiz bo'lsa, yo qo'shningiz, qarindoshingiz bo'lsa, yo kimnidir bilsangiz, haqiqatdan ham muhtoj bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, 97lik 538 3300 nomerga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa o'rganib chiqamiz. Agarda haqiqatdan ham muhtoj bo'lsa, birgalikda yordamni boshlaymiz. Do'stimiz Komil anchadan beri Instagramda o'zini faoliyatini olib boradi, ko'pchilik taniydi. Komilda xudo xolasa birgalikda faoliyatni boshlaymiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, mana Jalol do'stimiz Rossiyadan kelgan ekan. Nasib bo'lsa juda ham yaxshi ishni boshlayman deyapti. Oldin bu ishlarni qilgan, juda ehson, yaxshi joyda bo'lgan. Nasib bo'lsa ishlarga omad tilaymiz. O'zimiz ham qo'limizdan kelgancha, qancha yordam bo'lsa qo'limizdan kelgancha qilamiz. Nasib xudo xolasa, faqat sizlar hammaga shu qiynalgan odamlarga tayinlab, shu podpiska, like bosib faqat qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi bizani. Da jigarlar, yurakchani qizartirib qo'yaylik va podpisatsiya bo'lmaganlar bitta podpiskani bosib qo'ying, xudo xolasa. Manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hammalaringizga kattakon rahmat. Xudo xolasa yaxshi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.